Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan judayam mazali hayot dasturxonining ko'riki bo'ladigan oq-qora chakchaklar tayyorlaymiz. Judayam mazali chiqadi. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Oldinda sizlarni judayam zo'r videolar kutmoqda. Lekin mazasi judayam zo'r chiqadi. Albatta, shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Kerakli bo'lgan mahsulotlarning hammasini video tagida to'liq yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib oq xamirimizni tayyorlab olamiz. Bir chimdim tuz, bir chimdim dro'jji kerak bo'ladi. 150 gram eritib olingan sariyog' kerak bo'ladi va 150 gram xona haroratidagi iliq suv kerak bo'ladi. Idishga suvni, sariyog'ni solamiz. Bir chimdim, ya'ni choy qoshiq uchida dro'jji solamiz va tuz solamiz. 400 gram oldindan elab olingan unni oz-ozdan qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Menda 400 gram un ketdi. Un turiga qarab, yana biroz ko'proq yoki kamroq ketishi ham mumkin. Baribir hamma un har xil suyuqlik ko'taradi. Yumshoqqina xamir bo'ldi. Xamirimizni selofan paketga solib 30 daqiqaga muzlatgichga tindirish uchun olib qo'yamiz. Endi esa qora xamirimizni tayyorlab olamiz. Bizga yana bir chimdim tuz va dro'jji, 150 gram shakar, 25 gram kakao kerak bo'ladi, suv, sariyog' kerak bo'ladi. Idishga 150 gram shakarni solamiz. Bir chimdim tuzni solamiz. 150 gram xona haroratidagi suvni solamiz va 110 gram eritib olingan sariyog'ni solamiz yoki sariyog'ni eritmasdan solishingiz ham mumkin, chunki massamizni gazga qo'yamiz. Shakari erib olgunicha aralashtirib turamiz gazda. Shakar erishi bilan gazdan olamiz va xamir qorish uchun idishimizga suyuqligimizni quyib olamiz. Endi unga 380 gram oldindan elab olingan unni biroz qismini qo'shamiz, dro'jjani qo'shamiz va 25 gram kakao qo'shamiz. 2 osh qoshiq to'ldirib unni ham qolgan qismini oz-ozdan qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirimiz yog'li bo'lganligi uchun yumshoqroq qoramiz, chunki muzlatgichga qo'yganingizda xamir yana biroz qotishi mumkin. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni ham selofan paketga solib, tindirish uchun muzlatgichga yarim soatga olib qo'yamiz. Ikkala xamirimiz ham tinib tayyor bo'ldi. Endi bo'laklarga bo'lib olamiz. Oq xamirimizni 6 bo'lakka bo'lib olamiz. Iloji bo'lsa tarozida o'lchab, bir xilda grammlarda qilib olamiz. Qora xamirimizni esa 3 ga bo'lib olamiz. Endi xamirimizga shakl beramiz, suvallalar yasab olamiz. Bizga 2 ta oq va bitta qora xamir kerak bo'ladi. Qolganini selofan paketga solib bir chetga olib turamiz. Qiyomimizni ham bu orada qaynatish uchun tayyorlab qo'yamiz. 200 gram shakarga 200 gram suv qo'shamiz va gazga o'rtalovga qaynatish uchun qo'yamiz. Qaynab chiqqandan so'ng 5-10 daqiqa past olovda qaynatib, unga keyin asal qo'shamiz. Bitta bo'lak limon yoki bir chimdim limon kislotasi solib yuborsangiz ham bo'ladi qiyomga. Qiyomimiz qaynab chiqqunicha xamirlarimizni tayyorlab olamiz. Oq xamirimizni biroz un sepib, yupqaroq qilib yoyib olamiz, to'rtburchak shaklda iloji boricha. Keyin qora xamirimizni yoyib olamiz. Qora xamirimizni oqga mo'ljallab, razmerini bir xil qilib yoyib olamiz. Endi 3-qavat oq xamirni ham yoyib, qora xamirni ustidan yopib olamiz.
ustidan biroz jo'va bilan yoyib olamiz. Endi xamirimizni kichkina to'rtburchak shaklida kesib olamiz. Bu vaqtda gazga, qozonchaga yog'ni quyib, o'rtadan pastroq olovda qizitib qo'yamiz. Endi esa chakchaklarimizni tugib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek ikkala uchini bir tomonga, ikkala uchini bir tomonga qilib yaxshilab yopishtirib qo'yamiz. Yaxshilab yopishtirish kerak bo'ladi, chunki pish jarayonida ochilib ketishi mumkin va olov juda ham past bo'lmasligi kerak, juda ham baland bo'lmasligi kerak. O'rtadan biroz pastroq olovda qizargunicha pishirib olamiz. Qiyomimiz ham qaynab chiqdi. Endi unga 200 gramm asal qo'shamiz va yana 10-15 daqiqa past olovda qaynatamiz. Tabiiy asal ham, sun'iy asal ham ishlatishingiz mumkin. Endi qizib turgan yog'ga chakchaklarimizni solib qovurib olamiz. Aylantirib turamiz va qizarganida gazdan olib qog'oz salfetkaga qo'yamiz, ortiqcha yog'larni shimib olishi uchun. O'rtadan biroz pastroq olovda qovursangiz, ichlari ham me'yorida pishib chiqadi. Agar olovingiz baland bo'lib ketsa, tezda qizarib ketadi va chakchak ichi pishishga ulgurmay qolishi mumkin. Juda ham olovingiz past bo'lsa ham chakchaklaringiz ochilib ketadi. Biroz aralashtirib turamiz va qizarganlarini olamiz. Endi qiyomimizga botirib olamiz. Har bittasini bittadan botirib, idishga terib olamiz. Qiyomimiz iliq holatda, chakchaklarimiz ham iliq holatda. Judayam mazali chakchak bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring retsept asosida. Videomiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Ummu Imran Cake.